Salom o'rtoqlar, sizlar bilan men bugun Minecraftda tushunib bo'lmaydigan chitlarni ko'ramiz. Bo'lmasam qani ketdik. Lekin video boshlamasdan burun sizlar like bosib, podpiskani bo'msha qilib qo'ysanglar, biz sizlarga zo'r kontent qilib beramiz. Bo'lmasam videoga ketdik. Bo'lmasam chitga ketdik. Qaranglar, mana qo'lni olasizlar. Ko'rdinglar, shaxta bor. Inshaalloh bu nishonlarga hammasini qilsa bo'ladi. Ko'ringlar. Sonic qayda bo'lmadi, qayda. Ko'rdinglarmi, lava bor. Naryoqda. Buzilgan shaxta bor edi. Bo'lmasam ikkinchisi emas. Qaranglar. Hozir sizlar bitta odamdan berkinyapsizlar. Masalan, kreativda deylik, survivalda bo'lmaydi, bu usul o'lib ketishinglar mumkin. Qaranglar. Ko'rinmaysizlar. Vosh. Uchinchiliksa. Ya. Ko'rdinglar, yoningdagi hech nima ko'rinmaydi. Mana xarob qo'ysak, o'tirib olsanglar, ikkilar masalan ko'rmaydigan qo'ysanglar bo'ladi. Buncha uchinchi. Buni sizlar bilasizlar, Minecraftda musiqa yo'q. Musiqani yaratish umuman bo'lmaydi. Lekin yaratsa bo'ladi. Minecraftni yana aldaymiz. Uning uchun bizga mana bu kerak, restoran kerak va mana bunaqa musiqa mana bunaqa kerak. Qarang. Shunaqa ovoz chiqaradi, to'g'rimi? Nima qildim? Tak. Hop. Qarasizlar. Hozir. Mana bunaqa. Uzaymiz. O'rtalar, masalan, sizlar savannada paydo bo'ldinglar, deylik. Mana shu tog'ning tepasidan pastiga qarab ko'raversanglar, almos chiqishi 10% olmos chiqadi ekan. Hozir qani ketdi.
Nima kerak chiqmadi. Mana shunaqa ruda degan edim, men ko'rgan edim. Bu to'g'ri ekan, bular life hack. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Buni hozir Bombardiro Krokodilo. Ko'rdinglar, oltin chiqdi. Yana bitta reston, yana oltin reston. Ko'rdinglar, ruda chiqishi 90% dedim men. 10%. Qimmatbahoda. Yana bitta. Bu loyihamiz yana to'g'ri bo'lib chiqdi. Ko'rdinglarmi? Lapis lazuli chiqdi. Lazuli chiqqani ham to'g'ri degani. To'g'ri bu loyihamiz. Voylar. Bo'lmasam sizlarga poq qilib beraman. Bilmasak. Mana shulardan iborat edi bugungi videomiz. Shu yerda tugadi. Hammaga xayr.